قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savaqdaşlar. 3-cü qism kitabımıza xoş gəldinizlər. Biz bugün 3-cü qism kitabımızdakı 5-dəki qrammatikalik məzmunlarını oxuyumuz. Əmdi 3-cü qism kitabımızdakı dərs ötülüş əhvali ilgirki dərslərə oxşaş biz dərsə kirişdən ilgiri qrammatikalik məzmunlarını düşəndirib bolğandan keyin dərsimizni başlayırıq. Əmdi 3-cü qism kitabımızı qaraydigan bolsaq, kitabımızın 5-də bir-birlik qrammatikalik məzmunlar berilgan. Bu qrammatikalik məzmunlar 3-cü qism kitabımızdakı asaslıq qrammatikalik məzmunlar, yəni 3-cü qism kitabının cəni hesablanıdı. Şunun üçün sizlər bu 3-cü qism kitabının 5-lik qrammatikini pişik özünlərə özləşdirişinlər və yaxşı düşünüşünlər kerak. Əmdi 3-cü qism kitabınınki dərsliki 1-ci, 2-ci qism kitab qaraganda səl uzun, məzmunu mol. Şunun üçün biz bəzi uzunraq dərsliklərini 2-yə bölüb yollayırıq. Yəni birisi 3-cü qism kitabda yeni sözlüklər ayrım verilməyən. Yani tekstga singdirib o'tilgan. Sizlar shu tekstni pishiq o'qish va tarjima qilish orqali o'zingizlarga o'zlashtirsizlar. Xo'sh, unda bo'lsa o'qituvchilar, biz bugungi darsimizni boshlaylik. Biz bugun 3-cü qism kitobninki 5-dagi grammatikalik mazmunlarni o'qiymiz. Ya'ni 1-ci darsni o'qiymiz. Biz darsimizni boshlashdan ilgari bu grammatikalik mazmunlardan nimani so'zlamoqchi, buni qisqacha bir to'xtalib o'taylik. Endi qaraydigan bolsaq, arab tili grammatikasi faqat 3 söz ustida tadqiqot olib boradi. Faqat grammatika 3 söz ustida bo'ladi. O qaysi deganda, masalan, nahv grammatika birinchidan ism ustida tadqiqot olib boradi. Ikkinchidan fe'l ustida tadqiqot olib boradi. Uchinchidan harf ustida tadqiqot olib boradi. Demak, ismning turlari va uning jumladagi o'rnini tushunsa, fe'lning turlarini va ma'nosini tushunsa va turlashni bilsa va harfninki ishlatish o'rni va ma'nosini bilsa, arab tili grammatikasini bilgan bo'ladi. Demak, arab tili grammatikasi 3 narsa ustida tadqiqot olib boradi. Bu 3 narsani yig'sak nimaga yig'iladi deganda so'z, ya'ni kalimaga yig'iladi. Ya'ni so'zni biz arab tilida 3 ga bilamiz. Ism, fe'l, harf. Her qanday söz buludu ekan, ya isim buludu, ya fiil buludu, yoki harf buludu. Endi biz bunun isimni qanday bilamiz, fiilni qanday bilamiz, harfni qanday bilamiz desa, isim deganimiz o'zi mustaqil bir ma'noni ifodalab beradigan, shu ma'nosida vaqt uqumi bo'lmagan so'zni biz isim deb bilamiz. Masalan, kitap desek bu bir kitapni bildirib berdi. Bu kitap degan so'zda hech qanday yoki o'tgan zaman yoki hozirgi zaman yoki kelgusi zaman uqumi yo'q. Fe'l deganimiz bir ma'lum ma'noni, ish harakatni ifodalaydi. Shundaqla shu ish harakatda vaqt uqumi bo'ladi. Mana bu nima bo'ladi? Fe'l bo'ladi. Harf deganimiz shu o'zi mustaqil ma'noni ifodalab bermaydi. Ma'no ifodalab bermagandan keyin unda albatta vaqt uqumi bo'lmaydi. Demak, bu yolg'iz holatda o'zining ma'nosini qana qilinmaydi, ifodalab bermaydi. Mana bu ism, fe'l, harfninki qisqacha tushuntirilishi. Endi biz bugun o'qimoqchi bo'lgan grammatikimiz ism to'g'risida bo'ladi. Biz kelima, ya'ni so'zni 3 ga bo'ldik. Ya ism, ya fe'l, ya harf deb. Ismni 2 ga bo'lamiz. Mu'rab va mabni. Mu'rab. Mu'rab degan qanday ism deganda, hamda arab tilida bir-birlik ismlar bor. Bu pashlik o'rnida kelsa, uchuq pash o'qiladigan, zivar o'rnida kelsa, zivar o'qiladigan, zir o'rnida kelsa, zir o'qiladigan. Demak, buningga omil ta'sir qiladigan, omil qabul qiladigan. Masalan, Muhammad desak, jaa Muhammadun, Muhammad keldi. Jaa fiil, Muhammad fa'il bo'ldi. Fa'il bo'lganligi uchun Muhammadun deb nima o'qildi? Pash o'qildi. Demak, bu harakat qabul qildi. Ra'aytu Muhammadan, ra'a fiil tu fa'ili, Muhammadan maf'ulun bih. Bu yerda maf'ulun bih bo'lganligi uchun nima o'qildi? Zivar o'qildi. Li Muhammadin lam harfi jar, ya'ni zir qilguvchi harf kirgan vaqtda nima o'qildi? Zir qildi. Demak, ismlarning ichidagi omil ta'sir qiladigan, ya'ni
beshiga kelgan omillar tufayli oxiri o'zgaradigan ismlarni biz nima deymiz? Mu'rab ism deymiz. Ya'ni harakat qana qiladigan, qabul qiladigan. Pashlik o'rnida pash keladigan, zivarlik o'rnida zivar, zirlik o'rnida zir keladigan. Omil ta'sir qiladigan ismni biz mu'rab deymiz. İsmning ikkinchi qismi qaysi deganda mabni. Mabni deganning o'zining tarjimasi qatqan, qurilgan degan gap. Ya'ni bu qurilib ketgan qatqan ismlar. Beshiga har qanday omil kelsin, mayli uni fa'il qiladigan bir fi'il kelsin, maf'ulun bih qiladigan bir fa'il kelsin yoki harf jar kelsin, bir xil turadi. O'zgarmaydi oxiri. Masalan, jaa hada, ra'aytu hada, li hada. Mana pashlik o'rinda, fa'illik o'rinda mu hada, zivarlik o'rinda mu hada, zirlik o'rinda mu hada. Mana bu o'zgarmas. Omillarning kirishi bilan oxiri qanday qilmaydigan, o'zgarmaydigan ismlarni biz nima deymiz? Mabni qatqan ismlar deb ataymiz. Mana bugungi darsimizda mushu mazmunlarni asos qilib o'rganamiz. Endi arab tilidagi ismlar ichidan qanday ism mu'arab bo'ladi, qanday ism mabni bo'ladi deganda arab tilidagi ko'p sonliq ismlar mu'arab bo'ladi. Az bir qism ismlar mabni bo'ladi. Shuning uchun biz az qismini o'rganib olamiz. Biz o'rganmagan ismlarning hammasini bo'ladi, mu'arab bo'ladi. Biz o'rganib olgan az qismi mabni. Az bo'lgan ekan biz ozni o'rganib olamiz. Unda bo'lsa biz bugungi darsimizga boshlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwal. Birinchi dars. Al-i'rab vel bina deydi. I'rab ve bina. I'rab deganimiz buni shu i'rab deb arab tushunganlar yaxshi. Endi buningda uyg'otilgan mushuniga mos keladigan bir so'z tepish uchun buni bir tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Shunga buni i'rab deb tushuning. I'rab degani mabni deganning qarama-qarshi tushunsanlar bo'ladi. Mabni degani qetib ketgan. I'rab degan o'zgarishni qana qiladigan, qabul qiladigan. I'rab va mabnilik to'g'risida bo'ladi. Nadiki fil asma ismlardiki. Ismlardiki mu'rab va mabnilik. Demak, ism nechaga bo'linadi? Mu'rab, mabni deb ikkiga bo'linadi. Xo'sh. Al-ismu ism imma mu'rab va imma mabni deydi. Ism imma yoki mu'rab va yoki mabni deydi. Ya mu'rab bo'ladi yoki mabni bo'ladi. Ism ikki turga bo'linadi. Unda bo'lsa mu'rab degan nima desak, fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. An mu'rab ma taghayyara ma allazi manista, ya'ni g'anqan. Ma taghayyara akhiruhu, uning oxirisi o'zgargan omilning sababi bilan. Ya'ni omilning sababi bilan oxirisi qanday qilgan o'zgargan ismni biz nima deymiz? Mu'rab deymiz. Qaraydigan bo'lsak, ja'al mudarrisu desak, o'qituvchi keldi. Ja'a fi'il, al mudarrisu fa'ili. Bu yerda ja'a degan bu bir fi'il kelib, al mudarrisni fa'il qildi. Mudarris fa'il bo'lganligi uchun nima o'qildi? Pash o'qildi. Marfu qanda? Pash. Sa'altul mudarrisa, o'qituvchini qana qildim? So'dim. Sa'ala fi'il, tu fa'ili. Men so'dim. Shunday kimdan? So'rash degan ish harakat kimning ustiga tushdi? Mudarrisning. Unda bo'lsa, mudarrisning bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi. Shuning uchun zivar o'qildi, mansub. Sallamtu alal mudarrisi, o'qituvchiga salom berdim. Ala harfi jar, al mudarrisi kirgandan keyin nima o'qildi? Zir o'qildi. Demak, pashlik o'rnida pash, zivarlik o'rnida zivar, zirlik o'rnida zir. Demak, beshiga omil kirsa, shundaq pash o'qilishni, zivar o'qilishni, zir qilishni talab qiladigan sabablar, omillar tepilsa, oxirisi shuning emas, holatda o'zgaradigan ismlarni biz mu'rab deb ataymiz. Unda bo'lsa mabni degancha val mabni deganimiz ma la yataghayyara akhiruhu bisababil amil. Va mabni la yataghayyara, ma la yataghayyara, uning oxirisi o'zgarmaydigan omilning sababi bilan. Omilning sababi bilan uning oxiri o'zgarmaydigan ismni biz mabni deymiz. Bir xil turadigan. Masalan, jaa haula'i. Jaa haula'i. Jaa fi'il haula'i. Bular keldi deydi. Jaa fi'il haula'i fa'il. Fa'il degan nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Jaa haula'i. Qani pash o'qilgani? Bu mabni, o'zgarmas. Haula'i. Fa'il olsun, maf'ul olsun, majrur olsun,
haulai. Sa'altu haulai. Sa'ala fiil tu faili haulai maf'ulun bih. Sallamtu ala haulai. Ulağa salam berdim. Mana ala harfi jar keldi, yana haulai. Ala harfi jar kelishni ilgirmi haulai. Demek bu amul beşiğe kirmisun, onun ahir qanday qilmaydigan, o'zgarmaydigan ismlarni biz nima deymiz? Mabni deymiz. Endi peshlik o'rnida buni nima deb qaraymiz deganda, fi mahalli raf'. Peshlik o'rnida deb qaraymiz. Ziverlik o'rnida fi mahalli nasb. Ziverlik o'rnida deb qaraymiz. Zirlik o'rnida zirlik o'rnida. Bu mabni bo'lganligi uchun o'zgarmaydi, lekin bu zirlik o'rnida deb qaraymiz. Mana bu ismlarninki mu'rab, mabniniki tunishtirilishi. Endi biz bayatın degandek ismlardagi ko'p ismlar mu'rab, az ismlar mabni. Biz şu az ismlarni o'rganib olamiz, mabni ismlarni. Biz o'rganmagan ismlarning hammasini bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Endi ismlardan mu'rablar qaysi deganda al-mu'rab wal mabni min al-asma. İsimlardan mu'rab ve mabnileri. El-asma kulluha mu'raba. İsimlar onun hemmesi mu'rab ma'adal fi'at tali. Tüvendikilerinin başkası. Ma'ada başka. Fi'at deyen gap, kısım deyen gap. Tüvendiki kısımlarının başkası. Tüvendiki kısımlar yani hemmesini burada mu'rab buludu. Biz tüvendiki kısımlarını öğrenip alımız mabni isimlarını. Özgermez isimlarını öğrenip alımız. Birinciden mebni isimlar qaysi deganda, birinciden mebni isimlar ad-damair. Biz ilgari o'rgangan damairlar, ya'ni kishilik almashlar. Huwa, hum, anta, antuma, antum, ana, zahabtu deki tu, qalu deki wo. Mayli bu damir muttasil, ma zahabtu deki o'xshash ulinib kelgan. Mayli munfasil, mustaqil, xuddi anta, hum deganga o'xshash mustaqil zamirlar bo'lsin. Ne buludu? Mebni buludu. Mesela bu peşlik örnek zamirler. Mesela hum, huwa, ente, entum. Hemmesi bu kişilik almaçlarınki, yani damirlarının peşlik halidir. Kildiğen haletleri. Ra'aytuhu mesela es'aluke darabani. Ra'aytuhu da ra'aytuhu onu kördüm. Ra'a fiil tu faili hu mef'ulun bih. Buna bir yerdeki hu zverlik orunda şundağı özgermedi. Es'aluke senindin sorayma. Şirket senin üstü geçişti. Onda olsa neyken? Mef'ulun bih. Darabani meni urdi. Onda olsa yani neyken? Mef'ulun bih. Demek mef'ulun bih. Haltı da bu kadar bir xil. Mana bu damirlarınki zverlik haltı. Kitabuhu onun kitabı. Onun kitabı degen bo'lgandan keyin kitap mudaf, hu cho mudafun ilay. Zir o'qilish kerak. Bu o'zgarmaydi. Nima uchun? Mabni bo'lganligi uchun. Daftaruha ismuki alayha lana. Ala harfi jar, lam cho harfi jar. O'zgarmaydi. Demak, bu birinchidan mabni ismlar qaysi? Damirlar. Mayli u peshlik holatidagi damir bo'lsin, xuddi huwa, hum, anta deganga o'xshash. Mayli u peshlik holatidagi muttasil damirlar olib kelsin, ulinib kelgan. Xuddi zahabtudagi tuga o'xshash, qaludagi o'xshash. Ra'aytuhudagi o'xshash. Mayli u ziverlik o'rnidagi damir olsin, mayli zirlik o'rnidagi damir olsin, damirlar nima bo'ladi? Mabni bo'ladi. Mabni. Birinchidan damirlar. İkinchidan mabni ismlar asmaul ishara. Ko'rsatish ismlari. Biz ilgari o'rgangan hada, hadihi, zalika, ulayka. Bularning bo'ladi mabni bo'ladi. İlla faqat hadani ve hatani. Yani hada ve hadihininki ikilik şekli var. Hadani ve hatani. Muş ikisi mu'rab. İkilik şekli. Ondan başka birlik, yirak, köplük şekillerinin buludu mebni. Üçüncüden mebni isimler esmaul mevsule. İsm mevsullar. Olan isimler. Mesela ellezi, elleti, ellezine deyen o'xshash. Biri mebni o'zgarmaydi. Fakat bunun ikilikinin buludu mu'rab. Ellezani ve elletani. Bu ikisi mu'raban, mu'rab deydi. Dördüncüsü esmaul istifham. İsm istifhamlar. Mesela men, ayna, ma, meta, keyf. Hemmesi sual soraş nimeleri, qo'shimchaları. Mana bularning hammasini buludu mebni. Beşincisi bazı zarifler, yani revişler. Yani vaqt yoki o'rinni bildiradigan ismlar. İza vaqtda, vaqtni bildiradi. Al-an hozir bu vaqtni bildiradi. Haythu bu o'rinning o'tirisida kelsa o'rin deb tarjima qilamiz. Vaqtning o'tirisida, ya'ni vaqt munosabatli jumla kelsa vaqtda deb tarjima qilamiz. Amsi tunugun. Mana bu revişlerning tuandagi revişlarning bo'ladi mabni, o'ziga emas revişlar. Oltincisi esmaul af'al, isim fe'llar.
isim fiil degan nima? Bu fiil degan boshqa gap tursa, ism degan boshqa gap tursa desa, bu o'zi ism, lekin ma'nosi fiil. U qaysi? Amin, uffin, ahin. Amin degan gap ism, ama ma'nosi istajib, ya'ni ijobat qilgin ey Alloh, ijobat qilgin degan bir buyruq fiil ma'nosi bor. Uffin degan gap bu ism, ama to'ydim deganga o'xshash bir nima bor, fiil ma'nosi bor. Ahin mu atawajja, azoblanayapman, og'riryapti deganga o'xshash fiil ma'nosi bor. Mana amin, uffin, ahin bular ism fiillar, o'zi ism fiil ma'nosi bor. Bularni bo'ladi, mabni bo'ladi. 7-si al-a'dadul murakkaba. Murakkab birikmi sonlar. Birikmi nima bilan? Sonlar. Masalan, 11, 19, 13. 11, 10 deb anlamaysizlar? Yo'q. Hammasini bo'ladi mabni. 11. Endi diqqat. 12 cho'q desa, 12dagi ifnadagi 2 degan birinchi parchasi mu'rab. Ifnadagi birinchi parcha. Ikkinchi parcha ashara yana mabni. Qarang, ifnani bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Masalan, yadrusu fi faslina 12 taliban. Sinfimizda o'qiydi 12 o'quvchi. Qarang, kim o'qiydi? 12. Unda bo'lsa, o'quvniki 12. Ya'ni faili ifna bo'ladi. Shuning uchun ifna deb keldi. Elif bilan. İkilik ismning peshligini bilan bo'ladi, elif bilan. Ra'aytu 12 taliban. 12 o'quvchini ko'rdim. Bu yerda 12, bu yerda 12. Lekin bu yerda ifna elif bilan, bu yerda ifna deb nima bilan? Ya bilan. Nima uchun? İkilik ismda peshlikninki o alameti elif bilan, zirlikning alameti nima bilan? Ya bilan. Shunga ifna deb keldi. Demak bu o'zgardi. Peshlik o'rni bilan, zirlik o'rni bilan qana qildi? O'zgardi. Demak 12 degan sonninki birinchi parchasi nima ekan? Mu'rab. Masalan, hada at-ta'amu, bu tamoq li 12 taliban. 12 o'quvchining desak, li tamlikninki lami harfi jar. Zirlik o'rnimi ya bilan keldi. Li 12. Demak, sonlarninki 12 deganning birinchi qismini bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Va shuningga o'xshash ifnata oyolliqi 12dagi 2dagi oyolliqi ifnata ma'lum bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Mana bu bugungi darsimizdagi mu'rab va mabni ismlarninki tunishtirilishi. Endi biz yuqorida mu'rab va mabni ismlarni tushundik. Endi mu'rab ismlar deganimiz yuqori tushuntirgandek oxir qanday qiladigan, o'zgaradigan. Nimaga o'zgaradigan? Ya peshlik o'rnida bo'lsa, zivarlik o'rnida bo'lsa, zivarga, zirlik o'rnida bo'lsa, zirga o'zgaradigan ismlar. Endi biz ilgirki darslarimiz o'qiganimizdek peshlik o'rnida ba'zi ismlarda pesh o'zi keladi. Masalan, ja'a Muhammadun deganga o'xshash. Ba'zi ismlarda pesh kelmay, uningga boshqa bir harf keladi, peshlik alomat bo'lib. Masalan, ja'a Taliban, ikki o'quvchi keldi desak, ja'a fi'il, Taliban fa'ili. Buningdagi peshlikning alomati nima bo'ladi? Elif bo'ladi. Ba'zi ismlarda peshlikning alomati vo bo'ladi. Masalan, ja'a muslimuna, musulmonlar keldi desak, bu yerda peshlikning alomati nima? Vo deymiz. Nima uchun? Bu jam'i muzakkar salim. Demak, bu yerda bir narsa oshkor bo'ladiki, bu mu'rab ismlardagi bu harakatlar ba'zida pesh o'zi keladi, ba'zida pesh o'zi kelmay, uning o'rniga nima keladi? Boshqa harf keladi. Biz bu nuqtadan mu'rab ismlardagi harakatni ikkiga ayıraymiz. Asli harakat va qo'shimcha harakat deb. Asli harakat deganimiz pesh, zivar, zir o'zi kelgan bo'lsa, bu asli harakat kelgan bo'ladi. Far'i, ya'ni qo'shimcha harakat deganimiz, peshlikning o'rnida vo yoki alif, zivarlikning o'rnida ya deganga o'xshash o'zi kelmay, uning o'rniga boshqa bir harf kelgan bo'lsa, buning bo'ladi far'i, ya'ni qo'shimcha harakat bo'ladi. Hamda o'qiydiganimiz i'robning harakatlarining bo'linishi. Alamatul i'rob al-asliya wal far'iyya deydi. I'robning alomatlari asli va far'iy alomatlari deydi. I'robning asli va qo'shimcha alomatlari. Alomatlari deganimiz harakat, xuddi zivar, zir, pesh deganga o'xshash. Hamda alamatul i'rob al-asliya fil ism, ismdagi asli i'robning alomatlari, ya'ni harakatlari damma, pesh, fatha, zivar, kasra, zir. Endi diqqat,
Peş o peşlikning alameti. Qaranglar. Biz bu chaqqicha raf'ning peshda o'qidik shunaqa. Dammicho pesh. Bu ikkisining qanday farqi bor deganda raf'i deganimiz peshlik degan gap. Peshlik. Damma deganimiz peshning o'zini ko'rsatadi. Shu pesh degan shu belgining ismi. Raf'i deganimiz peshlik degan gap. Peshlik o'rinni ko'rsatadi. Fatha deganimiz zivar. Zivarning o'zini ko'rsatadi. Shu siziq zivarni fatha deymiz. Nasb degancho zivarlik degan gap. Shu zivarlikning o'rnini ko'rsatadi. Kesra zir. Zirning o'zini ko'rsatadi. Alamat jar deganimiz zirlik degan gap. Ya'ni zirlikning nimasi o'rnini ko'rsatadi. Qaraydigan bo'lsak, pesh o peshlikning alomati. Zivar zivarlikning alomati. Zir zirlikning alomati. Demak, peshlikning alomati pesh bo'lsa, zivarlikning alomati zivar bo'lsa, zirlikning alomati zir bo'lsa, bunun bo'lgan bo'ladi asli harakat kelgan bo'ladi. Jaa Muhammadun ra'aytu Muhammadan li Muhammadin deganga o'xshash. Endi far'i ya'ni qo'shimcha desa, qaranglar. Va hunaka alamatun ukhra far'iyya deydi. Va bu yerda boshqa alomatlar, harakatlar bor. Far'iyya, qo'shimcha boshqa harakatlar bor. Va hiya fil anwa'il atiya min al-asma. O ismlarning tuvandagi turlarda deydi. Endi qanday ismlarda asli, ya'ni peshga pesh, zivarga zivar keladi. Qanday ismlarda peshlikka vo yoki peshlikka alif, zivarlikka ya manda qo'shimcha alomatlar keladi deganda tuvandagi ismlarda. Birinchidan jam'il muannas salim. Ya'ni sog'lom ko'plik qilingan ayollar qism. Biz buni tushuntirib qo'ygan. Ya'ni ko'plik qilingan vaqtida birlikka qanday qilmay, sundurilmay ko'plik qilingan ism. Endi buni da qanday bo'ladi deganda alamatun nasb. Nasb degan nima edi? Zivarlik. Zivarlik alomati uningda nima bilan bo'ladi? Zir bilan. Qaranglar, zivar o'zi kelmay boshqasini avatib qo'ydimi? Bu far'i alomat, qo'shimcha alomat bo'lgan bo'ladi. Buningda zivarlikning alomati nima bilan? Zir bilan. Demak, jam'i muannas salim, ya'ni birlikka ko'plik qilgan vaqtimizda parchalanmay ko'plik qilingan ayollarning ismlari zivarlik o'rnida zir o'qiladi. Masalan, xalaqallohu samawati val arda. Xalaqa yaratdi Alloh osmonlarni va zaminni. Xalaqa yaratdi fiil. Kim yaratdi? Alloh faili. As-samavat nimani yaratdi? Osmonlarni. Unda bo'lsa as-samavat nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih nima qilatdi? Zivar o'qilatdi. Qani samavatni zivar qo'ygan desa, bu jam'i muannas salim ism deymiz. Jam'i muannas salim ismning zivarlikning o'rniga nima keladi? Zir keladi deymiz. Mana bu birinchidan jam'i muannas salimninki alomatining qo'shimcha alomat bo'lish shakli. Buningda ismimizda olsun peshlik va zirlikka asli keladi. Ya'ni o'zi keladi. Zirlikda zir, peshlikda pesh. Faqat zivarlikka zir bilan bo'ladi. Shunga buningki faqat zivarlikka far'i qo'shimcha bo'ladi. Ikkinchisi al-mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf ismlar. Biz buni birinchi qism kitobimizning eng oxirida tafsiliy to'xtalgan. Endi bu mamnu' min as-sarf ismlarda zirlikning bilan bo'ladi, zivar bilan. Ya'ni zirlikki alomati uningda zivar bilan bo'ladi. Ya'ni zir o'qildigan yerda zivar keladi. Demak, buningda faqat zir harakatining bo'ladi, far'i qo'shimcha bo'ladi. Masalan, izhab ila fir'aun. Fir'aunga qanday qilgan? Bag'in. Ila harfi jar zir qilish kerak. Fir'auncho majrur zir bo'lish kerak. Qani zir kami zivar keldi. Nima uchun? Jam'i muannas salim. Demak, buningdagi zirlikninki harakati far'i deymiz. Nima keladi bu zirning o'rniga? Zivar keladi. Uchinchisi asmaul khamsa. Asmaul khamsa. 5 ismlar. Biz buni o'rgangan. Abuk, ahok, hamuk, fuk. Bu mudof bo'lib kelgan vaqtida, mush kap qo'xshash va undan boshqa ismlarga nima bo'lib kelgan vaqtda, mudof bo'lib kelgan vaqtda buning peshlikning alomatiga nima keladi? Vo keladi. Buningda ham yuqorida jami muannas salimda faqat zivar harakati qo'shimcha bo'ldi. Mamnu' min as-sarfda zir harakati qo'shimcha bo'ldi. Endi bu asmaul khamsida hamma harakat qo'shimcha bo'ladi.
peshlikka mi qo'shimcha, ya'ni pesh o'zi kelmaydi. Zivarlikka mi qo'shimcha, zirlikka mi qo'shimcha, ya'ni zivar zirmi o'zi kelmaydi. Nima keladi? Kullul alamati fiha far'iyya. Hamma alomatlar uningda far'iyya, qo'shimcha, o'zi kelmaydi. Va hiya ular uning bilan bo'ladi desa, peshlik alomati vo bilan bo'ladi. Ya'ni pesh o'qilishga tegishli bo'lgan vaqtda vo keladi. Masalan, aja abuk dadingiz keldimi desa, alif istifham savol so'rash shundaqo. Jaa keldi. Shundaqo fi'il. Kim keldimi demakchi dadingiz. Abu. Navas abuning bo'ldi fa'il. Fa'il nima o'qilatdi? Pesh o'qilatdi. Qani pesh o'qilgani vo. Peshlikning o'rnida nima keldi? Vo. Demak, peshlikka vo bilan bo'ladi asmaul xamsida. Zivarlik alomati alif bilan bo'ladi. A'rifu abak dadingizni qanday qilaman? Tuniyman. Unda bo'lsa a'rifu fe'l shundaqo, fa'ilicho tuniyman men. Ana degan shunday tegidiki yushrun damir fa'ili bo'ladi. Kimni tuniyman? Dadingizni. Unda bo'lsa aba maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih zivar qo'latdi. Zivarning o'rnida nima keldi? Alif keldi deymiz. Zirlikning alomati ya bilan bo'ladi. Ayna sayyaratu abik dadingizning mashinasi qayerda? Qaraydigan bo'lsak, dadingizning shundaqo, dadingizning mashinasi unda bo'lsa sayyaratu mudaf abicho mudafun ilayh. Mudafun ilayh nima o'qilatdi? Zir o'qilatdi. Zirning o'rniga nima keldi? Ya bilan keldi. Demak, asmaul xamsida abuk, axuk, hamuk, fuk, zu. Bu asmaul xamsida peshlikka vo bilan, zivarlikka alif, zirlikiga ya keladi. Demak, buningda 3 harakatning hammasi qo'shimcha bo'ladi. Buning bir sharti shuki, qanday bo'lsa, mudaf bo'lsa, xuddi kapga o'xshash. Hamma narsaga mudaf bo'lsa-mu, diqqat. Tu'rabul asmaul xamsa bi hadhihi al-alamat deydi. Asmaul xamsa mushu alomat, ya'ni mushu harakatlar bilan nima bo'ladi? I'rob beriladi deydi. Ya'ni i'rob beriladi degani harakat beriladi deydi. Ya'ni peshlikning o'rnida vav bilan, zivarlik o'rnida ya bilan, alif bilan, zirlik o'rnida ya bilan. Shart shuki, idza kanat agar mudaf bo'lsa. Endi bu yerda yana bir shart bor. Hammaga mudaf bo'lsa-mu? Yo'q. Ila g'ayriya il-mutakallim. Mutakallimning yasining boshqasi mudaf bo'lsa. Mushu mutakallimning yasining boshqasi mudaf bo'lganda shunday bo'ladi. Agar mutakallimning yasi mudaf bo'lib qolsa-chi, buni biz tuanda o'qiymiz. Mutakallimning yasi deganimiz masalan abuka muxatabning kapga xitob qilindi. Bu yerda muxatabning nimasiga kas xitob qilindi. Mutakallimning yasi bo'lmasa abi, axi deb mutakallimning ananinki yasiga xitob qilingan bo'lsa demakchi. Va illa dedim. Va illa deganimiz ilgirki so'zlarning jumlaning hammani yo'qqa chiqaradi. Demak, va illa agar mudaf bo'lmasa, shundaqo mudaf bo'lmasa, yolg'iz gap qolsa, axun, abun, axun deganga o'xshash yolg'iz gap qolsa, mudaf bo'lmasa, u'ribat bil alamat al asliya. Asli alomatlar bilan i'rob beriladi. Ya'ni harakatlanadi. Masalan, li axun sa'altu axan anta ka axin. Li axun pesh. Chunki o'rni qanda? Peshlik o'rnida, mubtada. Sa'altu axan maf'ulun bih. Shundaqo, shuni zo'r qildi. Anta ka axin. Sa qarindishimga o'xshasa kaf harfi jar. Shuni nima qildi? Zir qildi. Demak, bu mudaf bo'lmabdi, nima bo'ldi? Asli harakatlar bilan harakatlandi. Demak, buning shartini bo'lishga mudaf bo'lash. Mudaf bo'lgandimi mutakallimning yasining boshqasi mudaf bo'lash. To'rtinchisi jam'ul muzakkar salim. Biz jam'ul muannas salimni o'qidik. Buningda faqat zir harakati far'i, ya'ni qo'shimcha bo'ladi dedik. Endi biz jam'ul muzakkar salimni o'qiymiz. Jam'ul muzakkar salimda hamma harakatlar far'i bo'ladi. Kullul alamat fihi far'iyya. Hamma alomatlar unda far'i deydi. Va hiya u alamatur raf'i al-vav. Peshlikning alomati vav deydi. Peshlikning alomati vav bilan bo'ladi. Masalan, dakhalal mudarrisuna, jaa muslimuna, jaa muhandisuna deganga o'xshash. Biz jam'ul muzakkar salimni tushuntirgan. Ya'ni ko'plik qilingan vaqtida birlik qana qilmay, parchalanmay ko'plik qilingan. Masalan, mudarris oxiri vav bilan nunni qo'shdik ko'plik bo'ldi. Birlik qana qilmadi, ana mudarris. Bu ikkisini to'sib olsak, ya'ni sog'lom birlikka parchalanmaydi.
Dakhala fiil mudarrisuna fa'il. Fa'il degan pesh o'qiladi, peshning alomati vo deymiz. Zivarlikning alomati ya bilan bo'ladi. Sa'altul mudarrisina o'qituvchilardan qanaqa qildim? So'radim. Sa'ala fiil tu fa'ili. Al mudarrisina maf'ulun bih. Zivarlikning alomati ya bilan bo'ldi deymiz. Alamatul jarri al ya. Zirlikning alomati ya bilan bo'ladi. Hadihi g'urfatul mudarrisina. Bu o'qituvchilarning yotiqi. Bu yerda g'urfa mudof al mudarrisina mudofun ilayh zirlik o'rnida ya bilan keldi deymiz. Demak, jam'i muzakkar salim ismda hamma alomatlar qo'shimcha, ya'ni peshlikning alomati vav bilan, zivarlikning alomati ya bilan, zirlikning alomati ya bilan bo'ladi. Beshinchisi musanna, ikkilik ismlar. Kullul alamat fiha far'iyya. Buningda hamma alomatlar qo'shimcha bo'ladi. Buningda qanday holatda bo'ladi deganda, peshlikning alomati alif bilan bo'ladi. Biz buni o'rgangan. G'aba taliban, jaa taliban, talibun bir o'quvchi, taliban ikki o'quvchi. G'aba fiil, taliban fa'ili. Peshlikning alomati alif deymiz. Alamatun nasbi al-ya, zivarlikning alomati ya. Talabal mudiru talibayn, talab qildi mudir ikki o'quvchini, talibayn. Talaba fiil, kim talab qildi? Mudir. Fa'il, kimni? Ikki o'quvchini, maf'ulun bih. Zivarlik o'rnidan bilan keldi? Ya bilan. Peshk o'rnida taliban, alif bilan. Alamatul jarri al-ya. Zirlikning alomati necha? Ya. Hadihi al-ghurfatu li talibayn. Bu yataq ikki o'quvchining lam harfi jar, shuning uchun ya bilan. Zirlik o'qilish kerak, shuning uchun ya zirning o'rniga ya keldi deymiz. Mana bu ikkilik ismning ahvoli. Peshlikning o'rnida alif, zivarlikning o'rnida ya, zirlikning o'rnida necha? Ya. Endi mana bu biz i'robningki cho'ng jihatdan asli va far'iy deb bo'linishi. Endi i'robning yana bir turi bor. Qanday deganda taqdir qilinadigan, faraz qilinadigan, biz farzan pash, farzan zivar, farzan zir deb o'ylaydigan i'robning turlari bor. Bu qanday i'roblar deganda, qanday ismlarda bo'ladi deganda, la tazharu alamatul i'robi fi thalathati anwa'in min al-asma. İsmlardan 3 türüde i'robning alomatlari oshkor bo'lmaydi deydi. İsmlardan 3 türüde i'robning alomati oshkor bo'lmaydi. Oshkor bo'lmagan ekan, biz buni peshlikni pesh bilan, zivarlikni zivar, zirlikni zir bilan qanaqa qilamiz? Taqdir qilamiz. Fatuqaddaru fiha al-alamat. An taqdir qilinadi uningda alomatlar. Alomatlar qanaqa qilinadi? Taqdir qilinadi. Taqdiran badab qaraymiz. Bu qaysi ismlar deganda, va hadhihi al-anwa', bu turlar maqsur va manqus va mutakallimning yasiga mudof bo'lgan ismlar. Biz bayatni degana mutakallimning yasiga mudof bo'lganini so'zlaymiz degan. Endi maqsur degan qanday ism, manqus degan qanday ism, mutakallimning yasiga mudof bo'lgan degan qanday ism deganda, maqsur deganimiz endi biz uchratgan fata, asa deganga o'xshash oxirida qisqartirma bo'lgan alif bo'lgan, ya'ni cheksiz ya bilan kelib oxirida qisqartirma alif bo'lgan. Deydi, maqsur deganimiz huval ismul mu'rab allazi akhiruhu alifun lazima. O oxirida lozim davom bo'ladigan alif bo'lgan mu'rab ism deydi. Masalan, mustashfa, fata, asa deganga o'xshash. Mana ismning bu turlariningki bu turda, ya'ni maqsur ismlarda i'roblar qanday qilinadi? Taqdir qilinadi. Taqdir qilinadi. Uchala i'rob taqdir qilinadi. Masalan, tuqaddaru fihi al-alamatu thalath deydi. 3 alomatlar uningda taqdir qilinadi. Masalan, qatala al-fata al-af'a bil-asa deydi. Qatala o'ltirdi yigit yilonni hasi bilan. Qatala fiil. Fata yigit o'ltirdi shundag'i fa'il. Nimani? Af'a yilonni. Maf'ulun bi sharakat ustiga tushdi. Yilonni. Nim bilan? Hasa bilan. Demak, fa'illik o'rnida ma fata, maf'ulun bihlik o'rnida ma af'a,
bil asa ba harfi jar kesimi asa. Demek mana bu maqsur ismlarda peşlik bir yerde takdir kılındı. Takdiren ba deb qaraymiz, ziverni takdiren ba deb qaraymiz, bunun da zirni ba takdiren deb qaraymiz. Demek maqsur ismlarda 3 hareket takdir kılındı. Taqul fi i'rabi hadhihi al-kelimat deysiz muşu sözlerinin i'rabida fata fail merfu. Peşlik şunda o fail peş okuludu. Alamet rab'ihi peşlikning alameti dammetun muqaddara. Takdir kılıngan peş. Peşlikning alameti takdir kılıngan peş. El-af'a mef'ulun bih. Mansub ziverlik orunda. Alamet nasbihi ziverlikinin alameti fethatun muqaddara. Takdir kılıngan ziver. Asa mecrur bi ba. Ba bilen zir okunudu deydi. Alametu cerrihi zirlikinin alameti kesretun muqaddara. Takdir kılınadigan zir deydi. Xo'sh, mana bu maqsur ismninki tushuntirilishi. İkincisi manqus ism. Manqus ism degan qanday deganda huval ismul mu'rab allazi akhiruhu ya'un lazima. Maksurun ma qablaha deydi. Endi maqsur ism deganimiz, manqus ism deganimiz oxirida qisqartirilmiş ya bo'lgan va shu ya'dan ilgirki harf zir o'qilgan. Bu ismlarni biz deymiz manqus deymiz. Masalan, qadi, muhami, fani, madi deganga o'xshash. Val ismul mu'rab allazi akhiruhu ya'un lazima. O oxirida lozim ya bo'lgan mu'rab ism. Maksur zir o'qilgan ma qablaha o ya'dan ilgirki narsa. Ya'dan ilgirki narsa nima o'qilgan? Zir o'qilgan. Masalan, qadi desak, oxirida davom lozim qilgan bir ya bor. Ama bu yana ilgirki bat nima o'qilgan? Zir. Muhami, fani, al-madi, al-vadi, al-ma'ani deganga o'xshash. Mana bu ismlar manqus ismlar deb ataymiz. Endi buningda uchli harakat taqdir qilinadi. Tuqaddaru fihi ad-damm wal-kasra. Buningda faqat taqdir qilinadi pash bilan va zir. Pash va zir taqdir qilinadi. Wa tudharu fihi al-fatha va ashkar bo'lib keladi fatha zivar. Masalan, sa'ala al-qadi al-muhamiya anil jani. Sodi sudchi advokatdan jinoyatchi to'g'risida deydi. Sa'ala nima? Fe'l, qadi fa'ili, qadi bir xil keldi. Pashga taqdir qilamiz. Muhamiya qaranglar, kimdan so'di? Muhami. Advokatdan so'di, aqlg'uchidan so'di. Unda bo'lsa muhami maf'ulun bih. Ziverlik oshkor keldi. Muhamiya. Kimden? Anil jani. An harfi jar, jani. Zirlik o'rnida yana jani keldi. Taqul fi i'rabi hadhihi al-kalimat. Bu so'zlarning i'robida, tarkibida manda qo'ysiz deydi. Al-qadi fa'il marfu. Pash o'qiladi. Shunday o fa'il degan pash o'qiladi. Alamatu raf'i pashning alomati dammatun muqaddara. Pashga buni taqdir qilinadi. Al-muhami maf'ulun bih mansub. Zir o'qiladi. Zirlikning alomati ashkara zir. Fathatun zahira. Ashka muhamiya. Al-jani majrur bi'an. Bu an bilan nima zir qilinadi? Alamatu jarrihi. Zirlikning alomati kasratun muqaddara. Taqdir qilinadigan zir. Xo'sh, diqqat qilaylik. Diqqat. Manqus ismlarda pashligi va nimasi zirligi taqdir qilinadi. Ziverlik uchun oshkor bo'ladi. Va qad yakunu al-manqus mahdhuf al-ya deydi. Ba'zida shu manqus ismninki yasi tashlangan bo'ladi deydi. Ya'ni qadi degandiki ya. Zahaba qadin ila muhamin deb yasi qana qilingan bo'ladi, tashlanib kelgan bo'ladi. Endi buni i'robini nima deymiz? Tashlanib ketib qolsa qanday tarkib qo'yamiz deganda, taqulu fi i'robi hatayn al-kalimatayn deysiz mush ikki so'zning i'robida qadi, qarshi so'z deganda zahaba qadin ila muhamin. Shunda zahaba fi'l, qadin fa'il. Muhamin cho ila bilan harfi jar bilan majrur zir qilinadigan ism. Qadi fa'il. Shunda
Alametu raf'i peshlikning alomati dammatun muqaddara. Taqdir qilingan pesh. Nada taqdir qilingan tushib ketgan yadimi yoki qilib qolgan oxirgi harfidimi desa, taqdir qilinadigan pesh tushib ketgan yada. Shu yadning ustida peshni bor deb qaraymiz. Muhamin ila bilan majrur, ya'ni zir qilindi. Buning alamatu jarrihi, zirlikning alomati shu bo'lsa, kasratun muqaddara alal ya'il mahzufa. Tashlanib ketgan yaning ostida ashada bir zir bor deb taqdir qilamiz. Demak, buning oxirqidagi ya tashlanib ketgan taqdirdimi, yana shu o'z qoidasi bo'yicha mangdi demakchi. Endi bu i'rob taqdir qilinadigan ismlarning 3-qismi qasibdi. Mutakallimning yasqa mudof bo'lgan ismlar. Mutakallimning yasqa mudof bo'lgan ismlar. Masalan, qanday ism bo'lsin? Kitobi, qalami, masalan, ustazi, jaa ustazi, ra'aytu ustazi, marartu bi ustazi. Qaranglar, jaa ustazi peshlik o'rnimi bir xil, ra'aytu ustazi yana bir xil, marartu bi ustazi ba bilan kasmini bir xil. Demak, buni ham i'rob qanday qilinadi? Taqdir qilinadi. Mutakallimning asli mudof bo'lgan. Masalan, zamili deganga o'xshash. Tuqaddaru fihi al-alamatu thalath. Taqdir qilinadi uningda 3 alomatlar. Masalan, da'a jaddi ustazi ma'a zumalai. Chaqirdi jaddi bovam ustozimni savoqdoshlarim bilan billa. Da'a fi'il. Kim chaqirdi? Jaddi bovam fa'il unda bo'lsa. Fa'ilxona taqdiran. Ustazi kimni? Ustozimni maf'ulun bih. Qana zabarliki taqdir qilinadi. Ma'a harfi jar zumalai. Mana harfi jar kasmi yana zumalai. Demak, mutakallimning yasqa mudof bo'lib qolgan har qanday ismda uchuli harakat, pash, zir taqdir qilinadi. Taqdirini deb qaraymiz. Kitobi, qalami deganga o'xshash. Demak, i'robningki taqdir qilinadigan ismlar maqsur, manqus va mutakallimning yasqa mudof bo'lgan ism. Taqul fi i'rabi hadhihi al-kalimat. Bu so'zlarning i'robida mundaq deysiz. Jad fa'il marfu. Fa'il pash qilinadi. Shundaqo. Pashning alomati shu, dammatun muqaddara. Taqdir qilinadigan pash. Ustazi maf'ulun bih mansub zir qilinadi. Alamatu nasbihi zirlikning alomati fathatun muqaddara. Taqdir qilinadigan zir. Zumala mudofun ilayh. Shundaqo. Buni bu yerda mudofun ilayh deb aytdi. Ma'ani bu yerda harf jar emas. Mana diqqat qilinglar. Ma'ni harf jar bo'lib keldigan yeri va yani mudofun ilayh deb aytdi. Mudofun ilayh mudofun nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Alamatu jarrihi. Zirlikning alomati kasratun muqaddar. Taqdir qilinadigan zir. Bu yerda diqqata ma'ani bu yerda mudof deb aytdi. Buni ma'ni mudof bo'ladigan va harf jar bo'ladigan tarafini keyin so'zlaymiz. Buni kalamga hozir aytolmayman. Mana bu ismlarningki ahvollari. Endi qaraydigan bo'lsak, tundagi jadvalda yig'inchoqlab bergan. Ismdagi far'iy, qo'shimcha va asli i'robning alomatlari, harakatlari. Tundagi jadval aslidagi pashlik o'rni, zirlik o'rni, zirlik o'rni. Mavla. Omillar, mavla. Qarab turinglar. Ja'al abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna va Ibrahimu va akhuhu. Ja'a fi'il. Al abna'u ballar keldi va qizlar keldi va validan. Shundaqo validan ota-ona keldi. Val aqrabun tuqqanlar keldi va Ibrohim keldi va uning qarindoshi keldi. Al-abna qanday ism deganda normal ism. Shundaqo. Val banatju jam'i muannas salim ism. Jam'i muannas, yani birlikka qanday qilmay ko'p parchalanmay ko'plik qilgan ayollikning ismi. Al-abna qaranglar. Ja'a fi'il al-abna fa'ili. Fa'il pashkin bilan bo'ldi, pashulan. Chunki bu biz pashlikka zirlan yoki zir bilan bo'lgan o'rgangan ismlarning qatorida bu al-abna yo'q. Val banat pashkini bilan bo'ldi, pashulan. Jam'i muannas salimda pashlik va zirligi asli i'rob bilan bo'ladi. Validan ikkilik ism. Ikkilik ismda pashkini bilan bo'ldi, hammasi fa'il, hammasi fa'il. Validancho bu fa'il pashkini bilan bo'ldi alif. Chunki bu nima? Musanna. Aqrabun jam'i muzakkar salim. Bu fa'il pashkini bilan bo'ldi vav bilan.
İbrahim fail peşkinin bilen peşilen. Çünkü memnu münasebetindeki peştiki peşilen buludu. Ahu ahu fail peşkinin bilen buldu. Vavlen demişqa esmaul khamsa. Ma qarayamsak el-abna damma. Peşkin alameti damma. Çünkü bu sahih normal adetdeki biz öğrengen ism i'rabning alametleri takdiren bulduğun isimlerin qatarida yo'q. Peşilen. Vel banat peşilen. Validan elif bilen. Biz tushuntirgan bo'yicha. Ra'aytul abna'a vel banati vel validayni vel aqrabina ve İbrahima ve ahahu deydi. Ra'a fiil tu faili. Kördüm oğullarını, kızlarını, ata-anını vel tuqqallarını, İbrahimni ve onun qarindishini deydi. El-abna mef'ulun bih. Ziverlikning alameti şu, ziver. Çünkü bu normal isim. Vel banati mef'ulun bih. Ziverlikning alameti şu, zir. Demişqa? Çünkü bu cem'i muannas salim isim. Cem'i muannas salimda ziverlikning bilan bo'ladi, zir bilan, far'i bo'ladi. Validan ikkilik isim. Ziverlikning validayna ikkilikning bilan bo'ldi, ya bilan. İkkilik isim bo'lganligi uchun. Aqrabina bu mef'ulun bih. Ziverlikning bilan bo'ldi, ya bilan. Nima uchun? Cem'i muzakkar salim. Ve İbrahima mef'ulun bih. Ziverlikning bilan zir bilan. Çünkü memnu münasebet isimninki ziverliki öz hareketi asli keladi. Ve ahahu aha huğu mudab bo'lib kelganligi uchun asmaul khamsa ziverlikning bilan alif bilan. Asmaul khamsaning peshki va bilan ziverliki alif bilan. Endi qarang. Sallamtu alal abna'i vel banati vel validayni vel aqrabina ve İbrahima ve ahihi deydi. Salam qildim kimga? Ballaga, qizlarga, ata-onaga, tuqqallarga, İbrahimga va uning qarindishiga. Ala harfi jar. Ala kirgan har qanday qism nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Alal abna'i zir o'qildi. To'g'ri, zir keldi. Val banati zir keldi. Asli harakat keldi. Val validayni qana buningdagi bu asli nun degan ikkilik ismning nun degan asli zir. Qana buningdagi zir desa ya. İkkilik isimda zirlikning bilan bo'ladi, ya bilan bo'ladi. Val aqrabina qana bu ala kirib buningdagi zir qilgan edisa ya. Çünkü cem muzakkar salim ismida zirlikning bilan bo'ladi, ya bilan. Ve İbrahima bu ala kirsa zir qilib qoldi bu desa, çünkü bu memnu munassarif isim. Memnu munassarifda zirlikning bilan zir bilan. Ve ala ahihi. Ala ve ahihi shunda ala ahihi kiribdi. Zir qilish kerak ala harfi jar bo'lganligi uchun. Qani desa ya bilan. Chunki asmaul khamsning zirlikning bilan bo'ladi, ya bilan bo'ladi. Mana bu yuqoriqi biz o'rgangan grammatikalarning jadvallashtirilgan shakli. Al-i'rabu taqdiri, taqdiri raqamning jadvallashtirilgan shakli mana buni sizlar o'zingizlar aldirmay ko'rib baqsanglarmi bo'ladi. Masalan, jaa sadiqi al-muhami al-Mustafa. Do'stim advokat Mustafa keldi. Sadiqi birinchisi mutakallimning yasqi mudab bo'lgan ism. Muhami manqus ism. Mustafa maqsur ism. Jaa keldi. Shunday sadiqi muhami Mustafa. Do'stim fa'il. Muhami advokat. Bu sadiqining nimasi? Sifati. Bumi pesh o'qiladi, sifat bo'lganligi uchun. Mustafa bumi hammasi shunga qanday qilib ergishib pesh o'qiladi. Hammasi pesh holatda. Hammasida pesh qanday qilinadi? Taqdir qilinadi. Manqusdimi, mutakallimning yasmi muzab bo'lgandimi, maqsurdimi? Ra'aytu sadiqi ko'rdim do'stimni, advokat, muhamiya buning zivalik oshkora bo'ladi. Manqus ismni zivalik qanday bo'ladi? Oshkora bo'ladi. Mustafa buningda taqdir qilinadi. Sallamtu ala sadiqi al-muhami al-Mustafa. Alaning kirish bilan sadiqi, muhami, Mustafa. Buningda taqdir qilinadi. Mana bu o'zingizlar ko'rib baqsanglar bo'ladi, ha? Alamatul asliya vel far'iyya vel zahira vel muqaddara deydi. Hamda kengir qilib aytsak, alomat asli bo'ladi, pashlikning o'rnida pash keladi, shunday-ku. Far'iy bo'ladi, pashlikning o'rnida ya va keladi, jami muzakkar salim ismga o'xshash. Ya pashlikning o'rnida alif keladi, musanna ismga o'xshash. Va zohira oshkor keladi. Masalan, muqaddar qilinadigan ismlarda, taqdir qilinishga tegishli bo'lgan ismlarning ba'zida oshkor bo'lib keladi. Muhamiya deganga o'xshash zivalik o'rnida manqus ismlar. Muqaddar bo'lib keladi. Biz taqdir qilinadigan ismlarda. Biz taqdir qilinadigan ismlarni o'qidik-ku, 3 xil.
Birinchidan maqsur, manqus, mutakallimni asli muzab bo'lgan ismlar. Endi qaraydigan bo'lsak, mana bu jumla qaraydigan bo'lsanglar, marfu, pashlik, mansub, zivarlik, majrur, zirlik. حضر الأبناء والبنات والوالدان والأقربون وإبراهيم وأخوه وصديقي المحامي المصطفى. حضر keldi. Kim keldi? Ballar keldi, qizlar keldi, ota-ona keldi. Demak, mushaydan hammasi pashlik o'rinda. Hammasi kelganlar. Ish harakatning qilg'uvchisini bo'ladi, fa'il bo'ladi. Hammasi pashlik. Al-abna pash o'qildi. Bu odatda normal ism bo'lganligi uchun. Al-banat jami' muannas salis ismda pashliklarning alomati asli bo'ladi. Validan pashlikning o'rnida alif bilan keldi. Nimishqa ikkilik ism bo'lganligi uchun. Aqrabun pashlikning o'rnida vav bilan keldi. Nimishqa jami' muzakkar salim ism bo'lganligi uchun. Ibrohim pashlikning o'rnida pash keldi, fa'il bo'lganligi uchun. Bu chunki mamnu' min as-sarf ismda pashlikka pashlan bo'ladi, asli keladi. Va akhuhu, akhu pashlikka vav bilan bo'ldi, chunki bu asmaul khamsa. Va sadiqi al-muhami al-mustafa. Sadiqi mutakallimning asli muzab bo'lgan ism, buningda pashlik taqdir qilinadi. Muhami bu manqus ism, buningda pashlik taqdir qilinadi. Mustafa maqsur ism, buningda pashlik taqdir qilinadi. Da'awtu chaqirdim ballarni, qizlarni va ota-onani, tuqqanlarni hammasini chaqirib shunda, ama chaqirish ish harakat ustiga tushgan bo'lgan ekan, hammasining bo'ldi maf'ulun bih, zivarlik o'rnida. Al-abna zivar bo'ldi, banati zivarlikning o'rnida zir keldi. Nima uchun? Jam'i muannas salim ismda zivarlik zir bilan bo'ladi. Ya'ni buning zivarligi far'iy qo'shimcha bo'ladi. Asli zivar kelmaydi. Zivarning o'rnida zir keladi. Validayn zivarlikning o'rnida ya keladi. Aqrabi ikkilik ism bo'lganligi uchun. Aqrabin zivarlikning o'rnida ya keladi, jami' muzakkar salim bo'lganligi uchun. Ibrohima zivarlikning o'rnida zivar keladi, al-mamnu' min as-sarf ismda. Akhahu asmaul khamsida muzabbab qolsa, huquq muzabbabdir bu yerda. Zivarlik alif bilan bo'ladi. Sadiqi mutakallimning asli muzab bo'lgan ismning zivarligi taqdir qilinadi. Al-muhamiya manqus ismlarda zivarlik oshkor bo'ladi. Muhamiya qanday bo'ldi? Oshkor bo'ldi. Mustafa zivarlik taqdir qilinadi. Maqsur ismlarda. Al-majrur ittasaltu bil abna'i wal banati. Telefon qildim bolalarga, qizlarga. Qaranglar. Hammasi telefon qilibdi. Bu yerdagi bizga bildirmoqchi bo'lgan ba harfi jar kirdi. Bu beshiga kirib, hammasi qata-qata vav bilan kelgan bo'lsa, hammasi hisob ashuba. Hammasi kirgan bo'ladi. Shu hammasi zirlik o'rnida deymiz. Bil abna'i zir qildi, val banati zir qildi asli. Validayn, ani qanday buning zir qilgani ba'ning kirishi bilan desa, ikkilik ismda zirligi ya bilan deymiz. Aqrabin, qanday buning zirligi ya bilan jam' muzakkar salimda. Ibrohima qanday buningda zirligi esa mamnu' min as-sarfda zirligi zir bilan bo'ladi. Mamnu' min as-sarfning zirligi nima? Far'i. Va akhihi asmaul khamsa muzabbab qolgan vaqtida zirligini bilan bo'ladi ya bilan. Shuni akhihi deb ya bilan keldi deymiz. Sadiqi al-muhami al-mustafa. Mana ma'noda hammasi taqdiran. Mana bu ismlardagi harakatdagi ahvollari. Endi sizlar yuqoridagi grammatiklarni tushungan bo'lsangiz, tuandagi mashqlar sizlarga topshiriq. Buni men sizlarga ishlanish talabini tarjima qilib beraman. Tamarin ko'nikmali. Birinchisi ayyinil mu'rab wal mabni fi ma ya'ti. Tuandagidan mabni va mu'rabni ayirang deydi. Mabnining asliga mabni deb yozsizlar, mu'rabning asliga mu'rab deb yozsizlar. Buni qanday ayirishlar? Biz yuqorida o'rgangan yatturning ichida bo'lsa, bu nima ekan deymiz? Mabni ekan deymiz. Biz o'rgangan turning ichida bo'lmasa, mu'rab bo'ladi. Masalan, kitobun mu'rabmi mabnimi? Mu'rab, chunki biz o'rgangan turning ichida u yo'q. Hada mu'rabmi mabnimi? Mabni, chunki bu ism ishorat. Ism ishoratni biz nima deb o'rgandik? Mabni deb o'rgandik. Mana shunga o'xshash. Ikkinchisi alamat al-i'rab al-asliya fil ism. Ismdagi asli i'rabning alomatlari nima deydi? Ma'alamat al-i'rab asliya fil ism. Buni qaysi ismdagi i'rabning asli alomatlari? Pash, zivar, zir. Uchinchisi ismdagi far'iy i'rabning alomatlari nima? Asmaul khamsida, jam' muzakkar salimda va musannada.
Muşuni öz tertib bo'yicha javob berasizlar. Asmaul xamsida far'iyatning alomatlari nima? Pashligi vav bilan, zirligi alif bilan, zirligi ya bilan mashuna o'xshash. To'rtinchisi mamnu' munasarabda zirlikning alomati nima deydi? Nima bilan bo'ladi? Buni biz so'zlab bildik. Cemi muannas salimda zirlikning alomati nima deydi? Nima bilan bo'ladi? Maqsurga misol keltiring va uni وجعله في 3 جمل ve onu 3 cümle kılan deydi. 3 cümle tuzan aşınığa deydi. Ala eyyekuna merfu'an. 3 cümle tuzusla birinci cümle eyyekuna merfu'an. Peşlik halette buluş gerek. Şu maqsur isim. Xuddi Ca'a Musa degan o'xshash. O fil ula birinchisida. Ve mansuban fi thaniye. İkinci cümlede zibarlik buluş gerek. Ra'aytu Musa degan o'xshash. Üçüncü cümle zirlik. Sallamtu ala Musa degan o'xshash. Yettincisi hati misal lil manqus. El-thabit ya. Yası çüp ketmegen manqusqa misal keltiring ve onu 3 cümlege kirgizing. Adkhilhu kirgizing. Ala yakuna marfu'an fil ula. Birincisida pashlik bo'lsin, ikkinchisida zibar bo'lsin, uchinchisida zir bo'lsin. 8-incisi manqus. Endi yası çüp ketgan manqusqa misal keltiring ve onu 3 cümlege kirgizing. Birincisida pash bo'lsin, ikkinchisida zibar bo'lsin, uchinchisida zir bo'lsin. Bu masalaga topshiriq. 9-incisi mutakallimning yasqi mudabbog'ini misal keltiring. Kitobi, sadiqi, zamili degan o'xshash. Va uni 3 jumla kirgizing. Birinchisida pash bo'lsin. Masalan, jaa ustazi degan o'xshash. Ikkinchisida zvar bo'lsin. Ra'aytu ustazi. Uchinchisida zir bo'lsin. Sallamtu ala ustazi degan o'xshash. Endi tushungan bo'lsanglar, i'rob tarkib qo'ying. Ko'k rang bilan besilgan so'zlarga deydi. Mana tuandagi ko'k rang bilan bo'yalgan so'zlarga tarkib qo'ysizlar. Men buni ikkiga qo'yib beray. Yuhibbullohul muttaqin. Ahabba yuhibbu. Shunda qo'y. Yoki habba yuhibbu. Yuhibbu yaxshi ko'radi. Shunda qo'y fe'l. Alloh al-muttaqin. Allah muttaqillarni yaxshi ko'radi. Yuhibbu. Fe'l unda Allohning bo'ladi, fa'il bo'ladi. Muttaqincho maf'ulun bih bo'ladi. Maf'ulun bih nima qiladi? Zivara qiladi. Qani zivara qilgani esa muttaquna aslisi. Bu jam'i muzakkar salim ism. Zivarligi nima bilan bo'ladi? Ya bilan bo'ladi deymiz. Xalaqallohu samawati val ard. Biz buni darsda chiqdi. 3-chi qarab oling. Iftah fak. Og'zingni och. Iftah och. Fak bu asmaul xamsida boshlanadi. Fu. Fak ağzını aç, iftah. Nimani açıdı? Ağzını açıdı. Şirket ağzı düşüdü. Şunday unda olsa maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima qiladi? Zivar. Fak elif bilan keldi. Nima uchun? Asmaul xamsida zivarligi nima bilan bo'ladi? Elif bilan bo'ladi deymiz. Endi qolganini o'zingizlar qilinglar. Agar sizlar mushu mashqni ishlayolgan bo'lsanglar, ya'ni buningga tarkib qo'yish bilan birga fa'il, maf'ulun bih deganga o'xshash. Uning pesh olsa, peshning alomati qani? Aslimu, far'imu yoki taqdirimu. Mushni ayriya olsanglar, bugungi grammatikani tushungan bo'lasizlar. Agar sizlar buni ayriya olmasanglar, yana sizlar buni qayta o'rganishga ehtiyojli. Mana bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelasi darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.